Assalomu alaykum bekanjon kuzatuvchilar. Xudo xolasa biz Lip Motor'da avtosalondamiz va u yerdagi C01lar haqida ma'lumot berib o'tamiz. C01larning turli xil pozitsiyalar bor. Orqamda ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda ikki xil pozitsiyasidan turibdi. Hammasi salonda turganlar barchasi elektr. Misol uchun bu 525 kilometrlik, bunisi 525 kilometrlik birinchi pozitsiyasi. Nari tomonda esa xuddi shuning boshqa pozitsiyalari ham albatta salonimizda mavjud. Birinchi ko'rsatib o'tadigan mashinamiz eng prostoy pozitsiyasi 24800 ga. Bu xolosa buni ham narxini chiroyli narxlarda qilib beramiz, skidkalar bilan birgalikda. Mashinadan qolgan darajada oq hamda qora ranglari albatta bor. Mashinani aynalarni tushirib qo'ydik. Mashinani erta tongdan syomka qilishni boshladik. Bu birinchi pozitsiyasi 100% elektri. Mashinamiz 525 kilometr masofani bosib o'tadi. Ikkinchi pozitsiya, uchinchi pozitsiya bilan farqi oldida sensor datchiklari ko'radigan bo'lsak, parknomliklari yo'q. Ruchkalari tashqariga bo'rt tutishmaydi, qo'lni ochishimiz kerak bo'ladi. Yoshi kattalar uchun panorama yo'q, mana issiq o'tkazolmaslik uchun panorama qo'yilmagan. Lekin qolgan hamma navorotlari bor. Ushbu mashinamiz narichada 24800 dollarga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, mashinamizga 3 yil garantiya beramiz. Zavodskiy ruchkalar bor. Tonirovkalarni qilib beramiz bonus tariqasida. Bagajlari ham anchagina keng, lekin bu birinchi pozitsiya bo'lgani uchun bagajimizni knopkani yopamiz va qo'lda ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Bagaj hajmini ko'radigan bo'lsangiz, anchagina keng bo'lgan bu mashinamiz. Xudo xolasa kim olaman desa, maza qilib haydab yursa bo'ladi. Orqa svetlari ham mono, qoshlari ham juda ham o'z mashinamizning dizayniga juda ham katta hissa qo'shib turmoqda. Lip Motor yozuvlari qizilda, shaxmat doskasiga o'xshatilgan mono qoshlar, orqada esa sensor parknomliklarimiz mavjud. Mashinamizning yumshoqligini yana bir marta aytib o'tamiz. Ushbu holatga qaraganda mashinamizda 235-50R yumshoq 18 bo'lgan yumshoq diska olamlardan foydalanilgan. Mashinamizda yana ichki qismida kerakli bo'ladigan funksiyalar multimedia, cruise control, climate control barchasi mujassam. Bezramishli oynalar, face control ham albatta bor. Rulimiz multirul, konditsioner deflektorlar ham albatta juda ham sifatli darajada sovutib beradi. Ko'rsalarimiz ham juda ham chiroyli. Eng qizig'i birinchi pozitsiya bo'lishidan qat'iy nazar mashinamizda elektr privedda foydalanadigan sidinalarimiz mujassam. Eranda rechakda joylashtirilgan ko'rsalar bo'ladi. Kattakon tablo, hamma mashinamizda bir xil tablo bo'ladi. Panoramasi yo'q xolos. Orqa qismida ham juda ham katta qulayliklarga ega. Ya'ni ikkinchi qatorda o'tirgan odamlar siqilib qolmaydi. Bemalol kessa bo'ladi. Orqada bunaqa joyda ko'radigan bo'lsanglar, anaqasi kardan o'tgan joyi yo'q. Tekis splashni polilar qo'yib beriladi. Konditsioner deflektori orqa qismiga ham o'tgan. Eshigimizni ochishimiz uchun bizga juda ham ko'p qulayliklarga ega bo'lgan avtomobil. Birinchidan bu knopka orqali ochishsa bo'ladi. Agar bu buzilib qoladigan bo'lsa, bu yerda qo'shimcha mexanik tarzda ochadigan knopkamiz ham mavjud. Oynalarimiz qoraytirilgan. Eshik chiqadigan joylar hamma narsa cho'tki. Xudo xolasa kimda-kim bu mashinani xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Mashinamiz narxi 24800, kelishadigan joyi bor. Xudo xolasa maza qilib minasizlar degan umidamiz. Obzorimiz qisqa bo'ldi. Xudo xolasa keyingi videoda to'liq obzor qilishga harakat qilamiz. Bizni uzoqlashmanglar, kanalga obuna bo'lib, like bosishdan chiqmasin.